Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan operatsion tizimda buyruqli terminallar to'g'risida gaplashamiz. Asosan bu mavzumiz bo'yicha operatsion tizimlarda buyruqli terminallar, Windows buyruqlar satri, PowerShell muhiti, Unix buyruqlar satri va terminali, Unix terminali to'g'risida gaplashamiz. Demak, operatsion tizimlarda buyruqli terminallar. Bu nima degani? Buyruqli terminal operatsion tizim to'g'risida demak gaplashamiz. Operatsion tizim bu bilamiz kompyuter tizimlarini boshqarish uchun zarur bo'lgan dasturlar yig'indisi, dasturlardir. Demak, ular foydalanuvchiga kompyuter resurslariga erishish imkonini beradi. Dasturlar ishlay olish uchun kerak bo'lgan muhitni yaratib beradi. Demak, operatsion tizim bu foydalanuvchiga kompyuter resurslariga erishish imkoni bilan birgalikda dasturlar ishlay olishi uchun kerak bo'lgan muhitni yaratib berar ekan. Demak, operatsion tizimni endi bildik. Endi buyruqli terminal yoki bo'lmasa command line interface. Demak, bu foydalanuvchi va operatsion tizim o'rtasidagi kommunikatsiya usuli. Demak, bu usul kommunikatsiya usuli orqali foydalanuvchi kompyuterni to'g'ridan-to'g'ri boshqarishni o'rganadi. Buyruqli terminal foydalanuvchiga operatsion tizimning asosan quyidagi qismlariga erishishga imkon beradi. Ya'ni nimalarga? Demak, fayllar, pakkalar, dasturlar va boshqa kompyuterlar resurslariga bilan ishlashni imkonini beradi. Demak, buyruqlar qatori interfeysi bu ko'pchilik tomonidan kompyuter boshqarishning asosi deb hisoblanadi. Bir vaqtlar buyruqlar satri qatori kompyuterda har qanday ishni bajarishning yagona yo'li bo'lib hisoblangan. Eng dastlabki kompyuterlarimizda asosan shu yo'l orqali, ya'ni buyruqlar qatori interfeysi orqali demak kompyuterimizni har qanday ishni bajarishni amalga oshirilgan. Keyinchalik sivilizatsiya rivojlanish natijasida shaxsiy kompyuterlar ommalashgandan keyin bu buyruqlar qatori interfeysi o'z o'rnini grafik foydalanuvchi interfeysiga demak o'zgartirdi. Demak, buyruqlar qatori interfeysi ishlarni bajarish uchun demak buyruqlarni ketma-ket bajarib o'tirishdan ko'ra demak sichqonchani ishlatish, kompyuterni manipulyatsiya qilish, vazifalarni bajarish uchun foydalanishni afzal ko'rilishi natijasida buyruqlar qatori interfeysi o'z o'rnini bu grafik foydalanuvchi interfeysiga o'zgartirdi. Demak, buyruqli terminal foydalanuvchiga amalga oshirish kerak bo'lgan operatsiyalarni, ya'ni buyruqlarni, amallarni buyruqlar orqali yuborishga imkon beradi. Demak, buyruqli terminalimiz bu bajaradigan amallarimizni buyruqlar orqali yuborish demakdir. Demak, bu buyruqni yuborishimiz orqali operatsion tizim o'ziga nima qilish kerakligini belgilab oladi. Buyruqlar satri bu Windowsda MS-DOS operatsion tizimining matn ko'rinishidagi turli buyruqlarni kiritish imkonini beruvchi dastur bo'lib hisoblanadi. Ushbu dastur kiritilgan buyruqlar va qo'shimcha ma'muriy funksiyalarni bajarish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari Windows muammolarini topish va ularni tuzatish uchun ham foydalanishi mumkin bo'ladi. Ba'zi buyruqlar ishlashi uchun kompyuterda administrator huquqlari talab qilinadi. Shunday buyruqlarimiz mavjudki, biza user bo'lgan paytimizda ham ishlaydi, lekin ayrim buyruqlarimiz bu kompyuterda administrator huquqini talab qiladi.
Masalan, oddiygina misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, soatini, vaqtlarini, sanani to'g'irlashimiz uchun bu administratorlik huquqi talab qilinadi. Shunday guruhlarimiz borki, yana masalan, defragmentatsiya qilishimiz, keyin format qilish buyruqlarimiz bu administrator huquqlarini talab qiladi. Bundan tashqari, ma'muriy huquqlarga ega bo'lgan foydalanuvchi hisob qaydnomasida Windows buyruq satrini ishga tushirishning o'zi yetarli emas. U administrator sifatida ishga tushirilishi kerak. Bu bir necha usul bilan amalga oshirilishi mumkin. Demak, agar Windows operatsion tizimini ishlatar ekansiz, Windows operatsion tizimining terminali hisoblangan SMDni bilish kerak bo'ladi. Demak, SMDni ochish klaviaturadagi ++R tugmalari ikkalasi birgalikda tugmalarni birgalikda bosish orqali va burchakda chiqqan kichik oynachaga, ya'ni qidiruv VPN oynachasiga SMD buyrug'ini kiritib Enter klavishasini bosish yetarli bo'ladi. Demak, buyruqlarga o'tishdan oldin bitta foydali ma'lumotni esdan chiqarmasligimiz kerak. Demak, bu buyruqlar satrida bosh harflarda yozilsa ham, kichik harflarda yozilsa ham, hatto bular aralash tarzda yozilsa ham ishlayveradi. Qaysi registrda yozishning bu buyruqlar satrida ahamiyati yo'q. Demak, biz mana birgalikda klavishalar kombinatsiyasi Win+R tugmachalari kombinatsiyasini bosishimiz orqali, demak, bizadan SMD buyruqlar satri interpretatoriga kirishimiz kerak bo'ladi. Birgalikda, demak, pulimiz +R tugmachasini bosishimiz bilan mana ekranimizda VPN oynasi paydo bo'ldi. VPN oynasidagi kontrol so'zini biz o'chirib, demak, bunda buyrug'ini beramiz. Okey tugmachasini bosishimiz bilan ekranda mana xuddi shunday oyna chiqadi. Demak, bu SMD mana servisimiz Windows, demak, System SMD dasturining oynasi. Demak, versiyasi Windows 10 versiyasi hamma huquqlar himoyalanganligi haqida, korporatsiya Microsoft ekanligi haqida ma'lumot keltirilgan. Demak, endi biz qaraydigan bo'lsak, mana oynamizda birinchisi diskimiz, userimiz, admin papkamiz ichida turganligimizni ko'rishimiz mumkin. Demak, biz qaysi joyda birinchi navbatda amallarimizni, buyruqlarimiz qaysi joyda, qayerda bajarishimiz lozimligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bizlar ish stolimizda amallarni bajarishimiz lozim bo'lib qolsa, demak, birinchi qiladigan ishimiz biza ish stolimizda adresini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Ish stolimizdagi xohlagan bir papka yoki faylimizni tanlab olib, ishqonchaning ustida turib, ishqonchaning o'ng tugmachasini bosgan holatda chiqadigan kontekst menusidan svойства bandiga kirilib, svойства bandidan, demak, qaraymiz, расположенияsi mana. Demak, mana shu adresni diskimiz ichida, user papkamiz ichida, admin papkani ichida desktop papkasi bor ekan, demak, u buni adresi hisoblanadi. Dastlab, demak, mana shu manzilga o'tishimiz zarur bo'ladi. Demak, endi biz yana buyruqlar terminaliga qaytamiz. Demak, mana endi bundan tashqari biz buni o'zida ham ishlashni boshlaymiz. Demak, birinchi buyrug'imiz dir buyrug'ini ishlatamiz. Ya'ni dir direktoriyaning oldingi yozilgan admin papkasining tarkibida nimalar borligini ko'ramiz. Demak, mana dir buyrug'i yozib bo'lgandan keyin enter bajartirish buyrug'ini berganimizdan keyin mana shu admin papkasining ichidagi mavjud bo'lgan papkalar fayli to'g'risida ma'lumot beradi. Demak, mana hozir ko'rib turibsiz, demak, oddiy bu tarafdan ham ko'radigan bo'lsak, mana shu diskimizni ichida, C diskimizdan keyin biz users, demak,
papkasini ichiga kirgan holatda demak nimalar borligini mana ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda lokalniy пользователь users degan admin degan papkamiz ichiga kirdik. Mana Westport mana turibdi. Demak, to'rtta bir mana papkamiz Million Projects mana 3Dniki OneDrive masalan Contacts deganlar mana kontakt mana hammasi mana shu joyda keltirilgan. Endi bitta tekstoviy mana dokumentimiz bor ekan. Demak, u mana stil nimasi bilan trace log faylimiz mana hajmi bilan birgalikda keltirilgan. Xo'p, bu yerdan biz endi o'tishimiz kerak bo'lgan keyingi manzilimiz bu desktop. Endi unga kirishimiz uchun biz D buyrug'idan foydalanamiz. Demak, cd buyrug'ini yozganimizdan keyin biz desktop deb yozamiz. Keyin kerakli papkamiz kerakli joy tanlab olingandan keyin bajartirish buyrug'ini enterni bergan paytimizda mana ekranda ko'rinib turibdi. Demak, admin papkasi ichidagi desktop papkasini ichiga kirdik. Demak, yana dir qilib ichida qanday fayllar, papkalar borligini, nimalar borligini biz kuzatishimiz mumkin. Demak, bu tarafdan biz hozir рабочий stolga o'tamiz. Demak, рабочий stolingizda mana e'tibor beradigan bo'lsak, dir nimasi. Demak, xuddi shuningdek boshqa demak nimalarimiz hammasi mana o'rganishdek turibdi. Demak, mana bulutli hisoblash. Demak, keyin ekran. Mana ekran. Bular fayllarimiz bu dir bilan berilganlar papka ekanligini bildiradi. Demak, mana endi biz asosiy manzilimizga рабочий stolimizga o'tdik. Endi bu рабочий stolimizda buyruqlarni asosida biz amallar bajaramiz. Demak, birinchi vazifani biz asosiy ish maydonimizda ish stolimizda papka qanday qilib yaratilishini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi papka yaratishimiz uchun oldin hamma buyruqlar bilan tanishib olsak, keyin birma-bir o'sha buyruqlarni bajarish tartibini ko'rsak. Demak, biz cmd buyruqlar interpretatorida, ya'ni bu terminalimizda qanday buyruqlar borligini ko'rishimiz uchun biz help klaviaturadan help so'zini kiritishimiz kifoya bo'ladi. Demak, help buyrug'ini bergan paytimizda mana terminalimizda ishlatiladigan buyruqlarimiz chiqib keldi. Demak, mana hozir biz ishlatgan buyruqlarimizni cd buyrug'imiz вывод email-li smert tekushi papka demak, biror papkaga kirishimiz uchun ishlatiladi. Demak, yoki bo'lmasa, u papkadan chiqishimiz uchun ham o'shani yozib, yoniga 2 nuqta qo'yishimiz yetadi. Masalan, cd 2 nuqta bosib qiladigan bo'lsak, demak, mana desktopning papkasidan chiqdik. Kirishimiz uchun cd desktop boya yuqorida aytib o'tganimizdek, biz bosh harflar yoki kichkina harflar bilan yozishimiz, aralashtirib yozishimizda hech qanday ahamiyati yo'qligi haqida gapirgan edik. Endi o'sha xuddi mana shu vazifani bizda buyruqlar satrida ko'rgan bo'lsak, yana bir ikkita zaminaviy shu, ya'ni o'rnini bosuvchi buyruqlarimiz ham mavjud. Demak, mana dir degan buyruqlarimiz bor. Demak, bular ham nimani vazifasini bajaradi. Demak, masalan, dir buyrug'ini yozib turib ekran deb yozadigan bo'lsak, demak, mana ekran papkasini ichiga kirdi. Endi dir deb turib nuqta qo'yib chiqadigan bo'lsak, mana bizni nimadan ekran papkasidan bir orqaga qaytdik. Demak, buni grafik holatda qanday bajarishimiz, masalan, mana papkani tanlab olib, рабочий stol oynamizdagi 3ta bir papkasini yoki ekran deganni tanlab, shlanjani
Chap tugmachasini 2 marta bosish orqali yoki bo'lmasa belgilaganimizdan keyin klaviaturadan Enter belgisini bosishimiz orqali kirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yana oldingi holatga qaytish uchun biz bilamiz, demak yuqoridan nazar belgisi belgisi orqali biz orqaga qaytamiz. Demak, bu SMD buyruqlar satri terminalida esa ikkita SD va CDIR buyruqlari yordamida bu vazifalar amalga oshiriladi. Demak, endi keyingi jarayonga o'tadigan bo'lsak, demak, endi biz papka yaratishimiz uchun, birinchi navbatda papka yaratib olishimiz uchun, demak, MD buyrug'i yordamida, demak, MD ekranimizda masalan CMD nomi bilan papka yaratsak. Demak, mana ekranimizda CMD papkasi hosil bo'ldi. Endi ikkinchi bir variantda ko'rsak, MKDIR buyrug'i ham bor. MKDIR buyrug'imiz orqali masalan 555 degan 3 ta 5 dan iborat bo'lgan papka yaratishni belgilasak mana. Demak, CMD va 555 degan papkamiz yaratildi. Endi xuddi shu narsani bu tarafdan ham ko'radigan bo'lsak, mana рабочий stolga o'tsak, demak, рабочий stol, demak, mana demak 555imiz, keyin CMD'miz mana. Demak, 555 CMD ikkita papka yaratganimiz. Demak, oddiygina biz papka yaratishimiz uchun ham ikkita buyruqdan bittasini tanlashimiz mumkin ekan. MD yoki MKDIR buyruqlari. Demak, mana buyruqlar satridan ko'radigan bo'lsak, keling hozir oldin yana bitta ish qilamiz. Bu yana bitta CMD dasturini ishga tushirib oladigan bo'lsak, demak, CMD dasturi mana Microsoft Windows'niki bo'lgan sababli biz Start buyrug'i yordamida Start, demak, CMD exe beradigan bo'lsak, mana yana bitta CMD masalan terminal oynasini ochib berdi. Demak, bunda qiladigan ishimiz help buyrug'ini bosib, butun buyruqlarini chiqarib qo'ysak, ikkinchisida demak biz jarayonni davom qildirsak. Demak, hozir biz MKDIR MD buyruqlari yordamida papka yaratdik. Demak, MKDIR demak, mana ko'ramiz, MD создает каталог, MKDIR demak, katalog. Demak, katalog, ya'ni papka katalog yaratishimiz uchun endi bir narsaga kelishib olsak, hurmatli tinglovchilar, CMD terminalida ishlagan paytimizda biz papka deb ishlatmasdan katalog deb ishlatamiz. Demak, grafik interfeysga o'tgan paytimizda bu katalogimiz papka so'zi bilan almashadi. Shuning uchun katalog bilan papkani chalkashtirmaysiz degan umiddaman. Demak, endi MKDIR bu katalog yaratish uchun xizmat qiladi. Demak, bizda mana ikkita CMD va 3 ta 5 dan iborat bo'lgan katalog, ya'ni papkalarimizni yaratib oldik. Endi keyingi vazifamiz endi shu joyda biz fayl yaratishni bajaramiz. Demak, fayl yaratishimiz uchun faylni ham biz bilamiz, oddiy grafik holatda ishlagan paytimizda, grafik rejimda ishlagan paytimizda рабочий stolni o'zida fayl yaratishimiz uchun, demak, kursorni ekranni bo'sh joyga olib kelib turib, demak, создать kontekst menudan создать buyrug'ini tanlagan holatda, demak, Word bo'ladigan bo'lsa, dokument Microsoft Wordni tanlab turib, unga nom berib turib yaratardik. Demak, boshdan yaratib, keyin nom berardim. Mana shunda masalan, dokumentni mana yaratdi. Endi bu yerga 777 degan nom beradigan bo'lsak, mana fayl yaratdi. Endi buni agarda biz ikkinchi holat bilan yaratadigan bo'lsak, demak, mana Wordni tanlab turib dastur ilovasini, demak, Word dasturini tanlab yaratadigan bo'lsak, demak, bunga ma'lumotlar yozib turib, qandaydir masalan, bugun darsimiz buyruqlar satri to'g'risida
Burasida demak bo'ladi. Demak, mana endi buni saqlashimiz uchun mana ko'ramiz. Demak, biz рабочий stolni tanlab turib, unga buyruqlar satri tugun dasturini buyruqlar satri to'g'risida degan qisqachasi nomini demak mana saqlanib qilib beramiz. Demak, buni yopadigan bo'lsak, demak, mana рабочий stolimizda shu demak bugun darsimiz mana buyruqlar satri to'g'risida degan mazmundagi bilan 7 iborat bo'lgan faylni biz grafik holatda yaratishni ko'rdik. Endi xuddi shu holatda fayl yaratishimizni qanday amalga oshiramiz? Demak, buni endi buyruqlar satri terminalida bajaramiz. Birinchi qiladigan ishimiz demak bu copy mana copy. Endi faylga copy font buyrug'ini berib turib, demak faylga nom beramiz. Faylga masalan endi salom doc fayl bo'ladigan bo'lsa, demak doc kengaytmasini docx qilib belgilab faylimizga nom berganimizdan keyin enter bossak kursor keyingi satrga o'tadi. Bu degani nima degani? Bu degani demak endi salom degan Word faylimizga demak bizni matnimizni kiritishimiz kerak. Demak, assalomu alaykum deb yozamiz. Va yozib mana ichidagi satrlardan kiritishimiz demak bugun endi biz tekst mazmunini ya'ni tekstimizni kiritib bo'lganimizdan keyin saqlanib qilishimiz uchun klaviaturadagi Ctrl Z harflarini ya'ni mana Ctrl plus Z harfini birgalikda bosamiz. Xuddi shunday. Plus yo'q bu yerda. Ctrl Z bosgan paytimizda mana ekranda ko'rib turgan bo'lsanglar, demak mana shartgacha Z harfi paydo bo'ldi. Bundan keyin enter belgisini bosadigan bo'lsangiz, demak nima dedi? Skopirованный fayl 1 dedi. Demak endi biz salom docx degan faylimiz mana ekranimizda рабочий stolimizda mana ish stolimizda mana salom degan faylimiz turibdi. Demak, endi keyingi yaratadigan holatimiz qanday bo'ladi? Demak, bunda echo bilan demak mana endi bu yerda belgini qo'yib turib demak 000 nuqta txt bilan beradigan bo'lsak mana 000 demak bilan berdi. Endi mana shu echo buyrug'i yordamida buni ichiga matn kiritgan holatda ham siz ma'lumotlaringizni yozishingiz mumkin. Demak, demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 harfini demak 01 txt fayliga yoki bo'lmasa keling Word matn fayli qilamiz shuni. Demak docx deb belgilaymiz. Mana demak ichiga kiradigan bo'lsak, okey. Endi terminalda yaratilgandan keyin muammolar открытiyda xatolik beryapti. Demak, shuni hozir biz bloknotimizda ochadigan bo'lsak 0101 ni mana demak открыть с помощью deb turib boshqa nimalar orqali ochadigan bo'lsak, bir другой bloknot mana demak mana 0dan 1dan 0gacha bo'lgan 9, keyin 0gacha bo'lgan raqamni yozganimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, endi keyingi o'rganadigan narsamiz bu yerda buyruqlar satri bo'yicha davom ettiradigan bo'lsak, demak
Attrib buyrug'i keltirilgan. Attrib buyrug'i faylimizga qo'yiladigan atributlar demakdir. Atribut degani nima degani? Demak, mana hozir biz yaratgan salom degan faylimizdagi kursorni qo'ygan holatda sichqonchaning o'ng tugmachasini bosgan paytimizda svойствоsi chiqadi. Svойствosiga kiradigan bo'lsak, demak, e'tibor beradigan bo'lsangiz, общий menyusini tarkibida atributi degan bandi bor. Atributi только чтение, скрытие va boshqa holatdagi atributlar mavjud bo'lib turib, agar faylimizga только чтение beradigan bo'lsak, faylimiz ikkinchi bir foydalanuvchi olishi mumkin, ko'rishi mumkin, o'qib, yozishi, kopировать qilishi mumkin, lekin o'sha faylni o'zini o'zgartirib saqlaydigan bo'lsa, u saqlay olmaydi. Sababi unga только чтение atributi belgilangan. Скрытие bo'ladigan bo'lsa, bu yerda agar buyruqlarimizda yashirin buyruqlarni yashirib qo'yish buyrug'i berilgan bo'lsa, bu yashirinib qoladi. Keling, o'shani qanday qilib bajarishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz, agarda qanday tartibda yozilishi, qanday harflar bilan belgilanishini bilmaydigan bo'lsangiz, demak, help deb turib, attrib buyrug'ini attrib buyrug'i deb yozadigan bo'lsangiz, atributni buyrug'i qanday qo'yilishi. Demak, mana attrib plus r minus r plus a minus a, mana qarang. Demak, plus устанавливает atribut, atribut qo'yish. Minusini снимает atribut. Demak, atributni olib tashlash. Demak, r bu только чтение, faqat o'qish uchun, arxiv uchun, sistemli fayl uchun, hash скрытие fayl uchun va mana hammasi berilgan. Keling, bizda demak mana shu salom degan faylimizga yashirin bo'ladigan atributni tanlaymiz. Yashirib qo'yishimiz uchun biz hash ekan. Demak, buyruqni yozish tartibi qanday? Attrib mana plus hash, demak, endi faylimizning to'liq nomi bo'lishi kerak. Salom, demak, nuqta, demak, doc bo'lsa doc, x bo'ladigan bo'lsa doc, x bo'lsa doc x. Demak, tanlab oldik. Ekranga qarasangiz, mana уже hozir o'rnida salom txt degan salom doc x faylimiz уже yashirin holatga o'tdi. Endi shuni orqaga qaytarishimiz uchun biz attrib minus hash bilan salom nokta kengaytmasi to'liq bo'lishi kerak. Kengaytmasi bo'lmasa, u faylni boshqa fayl deb o'ylab qidirishni boshlaydi. Demak, mana salom degan faylimiz ekranga chiqib keladi. Demak, shu tartibda biz amallarni bajaramiz. Demak, iloji boricha amallarni o'zingiz ham mustaqil kompyuterda o'tirgan holatda bajarishingiz kerak bo'ladi. Demak, del buyrug'i bu fayllarni o'chirish uchun, demak, salom docx to'liq kengaytmalari bilan to'liq berilishi kerak, faylni to'liq ko'rsatishimiz kerak. Mana salom degan faylimiz o'chdi. Xuddi shunday rs bor. rs demak 003 dan 0 dan iborat bo'lgan txt faylimizni beramiz. Mana o'chdi. Demak, ko'rib turganingizdek, mana del nimamiz удаление одного или нескольких файлов bo'ladigan bo'lsa, demak, keyingi buyrug'imiz bu erase, mana удалять один из нескольких файлов. Mana ko'rib turibsizlar. Demak, endi keyingi buyrug'imiz bu color buyrug'i. Color buyrug'i nima? O'zi colordan ma'lum bu rang degan ma'noni bildiradi. Help color deydigan bo'lsak, demak, bu rang to'g'risida ma'lumot beradi. Demak, mana qanday yozilishi, ikkita harf bilan berilishi to'g'risida umuman misollar bilan keltirilgan. Mana demak, 0 qora, 1 siniy va hokazo. Demak, hozir biz ishlatib ko'ramiz. Color deb turib, masalan 5 deydigan bo'lsak, qarang. Faqat bizni matnni satrimizga berdi. Demak, color deb turib 5 demak a harfini tanlasak, ham orqa fonga, ham nima matnni satrimizga beradi. 5 deganimiz bu ko'rinib turibdi. Demak, bu orqa fonga o'tdi. A deganimiz bu mana nimaga o'tdi. Demak, yana buyruqni e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana demak 5imiz лиловый цвет, mana A deganimiz bu светло-зеленый.
mana ranglarni uyg'un chiqarib berdi. Demak, endi shu tartibda davom qildiramiz. Demak, oldingi holatga qaytib qo'yaylik. Demak, dollar 07 mana bu qora va oq rangdan iborat bo'lgan holat hisoblanadi. Demak, endi biza bu joyda hozir mana bir nechta buyruqlarimizni ko'rdik. Endi class buyrug'i, demak, bu ekranni tozalash buyrug'i bo'lib hisoblanadi. Buni yana bitta zaminlashtirib clear, demak, tozalash buyrug'ini bildiradi. Demak, endi EHID buyrug'imiz bor. Bu EHID dasturimizdan chiqib ketish va buyrug'ini beradi. Demak, dasturdan chiqish vazifasini bajardik. Demak, bundan ham chiqadigan bo'lsak, demak, mana demak, dasturdan chiqib ketamiz. Demak, shu tartibda biz ish nimani Windows buyruqlar satrida ishlashimiz mumkin ekan. Endi demak, sizga change directory katalogga o'tib chiqish, dir directory so'zini kelib chiqqan tanlangan katalogda fayl va papkalarni tarkibini ko'rish, IP config deb beradigan bo'lsangiz, demak IP config bu adapter uchun joriy tarmoq ma'lumotlarini, ya'ni IP manzillarini, standartimizni, tarmoq osti muqobini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ping so'rovi tarmoq muammolarini bartaraf etish vositasi sifatida ishlatiladi. Kompyuterimizni o'chirib yoqishimiz uchun shu down as kompyuterni o'chirish buyrug'i, error bu restart ishga tushirib qayta ishga yuklash buyrug'i, system info buyrug'i bo'ladigan bo'lsa, demak bu kompyuter haqida to'liq ma'lumotlarni olish hisoblanadi. Demak, hozir bular hammasi Windows buyruqlar satri interpretatori bo'ladigan bo'lsa, demak bizda unga keyingi buyruqlar terminalimiz bor. Bu PowerShell hisoblanadi. Endi biz hozir bularda ham ishlab ko'rishimiz uchun keyingi darsda xudo xolasa Windows PowerShellda buyruqlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Bo'lmasa bugungi Semda dasturimiz shulardan iborat. Boshqa buyruqlarni ham keyingi darslarimizda yana to'liqroq ma'lumotlar borib, solishtirma PowerShell bilan solishtirma qiyosiy sifatida berib boramiz. Demak, shu bilan bugungi darsimizni tugatamiz.